Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Men Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti, tadbirkorlik va boshqaruv fakulteti, moliya va bank ishi o'qituvchisi Saidov Hayajon Rahmatullayevman. Bugungi moliya fani bo'yicha mavzuyimiz zamonaviy moliyaviy yangiliklar va moliyaviy bozorlar haqida bo'ladi. Bugungi mavzuyimiz bo'yicha ikkita rejamiz mavjud. Birinchisi, moliya tizimida moliyaviy yangiliklar va ularning qo'llanilishi. Ikkinchisi, moliyaviy bozorning mazmun mohiyati va iqtisodiyotdagi ahamiyati. Moliyaviy tizimda moliyaviy yangiliklar va ularning qo'llanilishi qanday? Moliyaviy yangiliklar markazlashtirilgan organlar tomonidan rejalashtirilmaydi, balki ayrim insonlar yoki korxonalarning xatti-harakati natijasida yuzaga keladi. Moliya tizimi uchun moliyaviy yangiliklar nima uchun kerak? Bizga ma'lumki, moliya tizimining muhim vazifalaridan biri korxona va uy xo'jaliklarida xatarlarni boshqarish va moliyaviy operatsiyalarni bajarishda qulaylik yaratish hisoblanadi. Ushbu vazifalarni bajarishda hozirgi kunda moliyaviy yangiliklar, investitsiyalarning o'rni beqiyosdir. Moliyaviy investitsiyalarni qo'llash korxonalarning moliyaviy rejalariga, ularning imkoniyatlariga bog'liq bo'ladi albatta. Shuni ham yodda tutishimiz kerakki, albatta moliyaviy investitsiyalarni paydo bo'lishi samarali ishlashni, moliyaviy tizimdagi nomukammallikni barham berishiga yordam beradi albatta. O'zbekistonda 2024-yilda moliyaviy sektorda bir qator muhim o'zgarishlar amalga oshirildi va 2025-yilga rejalar keng qo'yilgan. Iqtisodiy o'sish va inflyatsiya O'zbekistonning iqtisodiy o'sishini prognozi pasaytirildi va inflyatsiyaning o'sishi kutilmoqda. Asosan energetika tariflarining oshishi tufayli bu inflyatsiya Markaziy bankning qattiq pul kredit siyosatiga qaramay 2024-yilda 10% atrofida saqlanadi. Import hajmi mo'tadil bo'lib qoladi, lekin pul o'tkazmalari kamayishi tufayli joriy hisob taqchilligi oshishi kutilmoqda albatta. Davlat byudjeti va qarzlari 2024-yil uchun davlat byudjeti daromadlari 375,04 trillion so'm, xarajatlari esa 427,5 trillion so'm bo'lishi rejalashtirilgan. Byudjetning taqchilligi 52,5 trillion so'm yoki yalpi ichki mahsulotning 4% dan oshmasligi kerak bo'ladi albatta. Davlat tashqi qarzlari jalb qilishda cheklovlarga rioya qiladi va qarz portfelini diversifikatsiya qilish maqsadida ko'proq qimmatli qog'ozlarni chiqarish kutilmoqda. Moliya bozori. Moliya bozori oldi-sotdi obyekti, pul yoki pulga tenglashtirilgan qog'oz bilan bog'liq bo'lgan bozor. Bu bozorda moliya mablag'larini vaqtincha haq to'lab ishlatish yoki ularni sotib olish yuzasidan munosabatlar olib boriladi. Shuningdek, pul mablag'larini jamg'armalardan qarzga oluvchilarga o'tish ta'minlanadi. Ortiqcha mablag'larga ega bo'lgan xo'jalik subyektlari o'z moliyaviy resurslarini mablag'lariga muhtoj subyektlarga taklif qiladi. Moliyaviy bozor banklarda, fond birjasida va aksionlarda o'tkaziladi albatta. Moliyaviy yutumlar xarakteriga qarab Markaziy bankni turkumlashning bir nechta usullari mavjud. Qaytarish tamoyili bo'yicha moliyaviy bozorlar ikkiga ajraladi. Birinchisi, qarz majburiyatlari, iste'molni ko'ndiradigan pul bozori. Vaqtincha qarz sifatida bozorga chiqadi va olingan pul shaxsiy iste'mol uchun ishlatiladi. Ikkinchisi, kapital, ya'ni mulk bozori. Kapital bozori qo'yilgan puldan daromad olish huquqi sotiladi va sotib olinadi. Bu bozorda mablag'lar kapital sifatida ishga solinib, foyda keltiradi. Kapital bozori o'z navbatida ikki bo'g'inga bo'linadi. Ajratiladi. Birinchisi suda kapital bozori, ikkinchisi qimmatli qog'ozlar bozori. Suda kapital bozori o'zlaringiz bilasizlar, bular kreditlar, lizinglar va boshqalar. Qimmatli qog'ozlar bular aksiyalar, obligatsiyalar, veksellar, boshqalar. Suda kapital bozori bu pul shaklidagi kapitalning foiz to'lash sharti bilan qarzga berilishi. Bu bozorda qisqa muddatli majburiyatlarni muomalada bo'ladi. Ular asosan davlat va banklarning majburiyatlarini hisoblanadi. Qimmatli qog'ozlar bozori. Bu bozorda aksiya, obligatsiya, veksellar va boshqalar oldi-sotisi amalga oshiriladi. Moliya bozorida resurslar harakati quyidagi omillarga bog'liq bo'ladi.
bozorning daromadlilik darajasi, bozorning soliqqa tortish shart-sharoitlari, kapitalni yo'qotish yoki nazarda tutilgan foyda ololmaslik riski, bozorni samarali institutsional va funksional tashkillangan bozor, bozorni samarali muvofiqlashtirilganligi va nazorat qilishi, makro va mikro barqarorlik, tashqi kuchlar va hodisalarning bozorga ta'siri va boshqalar o'z ichiga oladi. Moliyaviy bozorning tarkibiy tuzilishi: pul bozori, qimmatli qog'ozlar bozori, valyuta bozori, investitsion bozor va suvda kapital bozorlariga bo'linadi. Moliyaviy bozorlar turlari: fond bozori, ya'ni aksiyalar, boshqa qimmatli qog'ozlar savdosini amalga oshiriladigan bozorlar. Ikkinchisi, obligatsiyalar bozori, qarzdorlik qimmatli qog'ozlar, ya'ni obligatsiya savdosi amalga oshiriladi. Uchinchisi, valyuta bozori, ya'ni bu forex bozori, butun dunyo bo'yicha keng tarqalgan turli valyutalar o'rtasida savdo qilish imkonini beradi. Tovar bozori: oltin, neft, qishloq xo'jaligi mahsulotlari kabi tovarlar savdosi amalga oshiriladi. Derivativ bozor, ya'ni futures, opsionlar va boshqa moliyaviy vositalar savdosi amalga oshiriladigan bozor hisoblanadi. Ishlab chiqarish vositasi derivativ shunday shartnomaki, tomonlar uning asosida bazaviy aktivga nisbatan huquqlarga ega bo'ladilar yoki ba'zi harakatlarni amalga oshirish majburiyatini oladilar. Bazaviy aktiv qimmatli qog'oz indeksi, foizlar, kredit reytingi, xomashyo, valyuta tovar, qimmatbaho metallar va hokazolar bo'lishi ham mumkin albatta. Moliyaviy bozorda professional faoliyat turlari: investitsion vositachilar, ya'ni brokerlar, dilerlar, to'g'rimi? Investitsiya aktivlarini ishonchli boshqarish. Investitsiya maslahatchisi, qimmatli qog'ozlarning birjadan tashqari savdosi tashkilotchisi. Investitsion fondi va transfer agenti. Mulkka oid qimmatli qog'ozlar, fond bozori instrumentlari guruhi, qarzdorlikka oid qimmatli qog'ozlar. Birlamchi va ikkilamchi fond bozori, birja va birjadan tashqari bozor fond bozorini o'zini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Moliyaviy bozorni tartibga solish: ichki tartibga solish, ichki me'yoriy hujjatlar, ustav faoliyati, amalga oshirish qoidalari, faoliyatiga doir standartlar, etika qoidalari va boshqalar asosida moliyaviy bozor ishtirokchilari faoliyat tashkil etishni nazarda tutadi albatta. Moliyaviy bozorni tartibga solishning tashqi mexanizmlari sifatida mega regulator va makro regulator keng qo'llaniladi albatta. Mega regulator yoki moliyaviy sektor nazoratining integratsiyalashgan modeli yagona davlat organi doirasida moliya sektorining barcha ishtirokchilari, shuningdek, moliya bozorining infratuzilma tashkilotlari faoliyatini tartibga solish va nazorat qilishni nazarda tutadi. Moliya bozorining davlat tomonidan tartibga solish usullari, ya'ni normativ huquqiy baza. Ikkinchisi, qimmatli qog'ozlar, bozor mutaxassislarini attestatsiyadan o'tkazib borish, professional faoliyat turlarini litsenziyalash, pul kredit siyosatini yuritish, soliq siyosatini yuritish va foiz stavkalarini tartibga solib borishni o'z ichiga oladi albatta. Hurmatli talabalar va hurmatli tinglovchilar, shuning bilan ma'ruzamiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Sog' salomat bo'ling.